Yaxshi. Yoshim 14da men maktabga chiqdim. Ayamni yordam beryapman. Ertalab turib, o'zimni ismini qo'yib, ayamni yordam beryapman. Oilaviy muhitda o'sadi. O'z-o'zini xizmati, o'zlarini ustini taxlashlari, kiyimlarini idish yuvishlar, dazmol qilishlar, joylarini tekizlash. Ancha uyda qanday bo'lsa, uyimizdagi sharoit. Ana shu sharoitni qilib beryapmiz deb bo'lar. Ingidas bu qiz, Marjona yaxshi katta qiz. Qizlar bilan bil xil. Qilishni biladi, pishirishni ham biladi. Ha? Lamalar qilishmi-ku oshxonada? Qildi, dedi-ku. Lamani qildi. Anglizdan biladi. Bo'lmadi. O'toqlarimiz bor cho'chada. Ha, qo'shnimiz qizlari bor. Novat uydan kelganman bahxonadan. Ertalab turib, assalomu alaykum onajon. Nima ishlaringiz bor? Yordamlashib yuboraymi deyman. Maktabda o'qiyapmiz, xurjlar. Bizga dars o'tyapti xurjlar. Lekin meni ustozim yordam qo'yadi. Dala tashtadni mehmon bo'ldi, qish emas, qorbobo shog'ilari bor baba. Uyga besatga ajratibmiz, oy barcha. Ashuni bilaman men. Hozir biz opa-ukasizlar, biz onamiz, 7 kishi. O'sha ko'chani mashinasida, ko'chani tomasida taksi chaqirib, mahallada o'ynagani chiqamiz. Gulli bahor. Menmi? Ko'chaga chiqib gul ekyapmiz. Gulga suv quyapmiz. Nala qilib yomon bo'lib ketsin, nala qilib. Qado qilib qo'yamiz. Zilolardan so'raydi. Ertalab kiyinib tayyor bo'lamiz. Avtobus keladi. Avtobusga chiqib, ro'yxatda o'qiymiz, yozamiz, bo'yimiz. Sabah ham bo'ldi. Xahlashib, yutganlar. Yordam beryapmiz. Ishga bilan taxlaymiz, o'sinlarimiz. O'zimiz taxlaymiz, hamma bolalar taxlaydi. Ko'chalarga chiqib aynalaman. O'zimiz chiqib qadoqi bo'lmasa senga chiqib biz o'zimiz pulimizni berib, o'zimiz mahsul sotib olib yeyapmiz. Chiqyapman. O'zim yozyapman daskada. Yozdan andamayapman. Oyisha, men Zilo bilan Marjona yotadi. Angil bilan Yorqin yotadi. Kitobxonlik qilamiz. Kitobda o'qib beramizda 4 nuqta o'qib turib, nima haqidaligini o'zlariga so'zlatamiz. Hozir kim nimani tushundi? Bu narsadan nimani kim to'g'ri ish qilyapti? Misol, endi o'sha epizod bo'yicha so'raymiz, ular o'zini fikrini. Boshida ishonsiz, hatto shu narsani ham gapirmay eshitib turishar edi. Kitob o'qib bersak, eshitib bo'ldi va uxlaymiz. Yo'q, hozir bu to'g'ri, bu noto'g'ri desa, yana kimdadir boshqa fikr bo'ladi. Yo'q, men o'g'il to'g'ri ish qildi deydi. Bu yerga kelganimdan men xursandman. Men o'ylamagan edim. Bek qanaqa ekan deyardim.
bular so'rasangiz ham bo'ladi, hatto tez yordam chaqirish, militsiya chaqirish, nima qilib, misol o't ketib qolsa qanday o'chirish, mana shu narsalarni o'rgatyapmiz. Ancha yaxshi bilishib olgan. Ana shu narsalarni bilishyapti. Rosa ham yaxshi, o'zimiz ham xursandmiz. Mana og'rib qolsa nima qilamiz? Onangiz birinchi yordam ko'rsatyapti, yonida telefoni bor. Endi bo'lishi mumkin, onalar shashilib qolamiz baribir. Birinchi nima qilasiz? Yoningizda siz turibsiz desa, mana shu tez yordamni chaqiraman, nechini terasiz. Ana shunaqa mashg'ulotlar ham o'tkazib turamiz.